بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم حرمة القرنداشlar biz oilam jannatim haqida dars so'zlab kelyapmiz. Bir mu'min musulmon uchun bu dunyodagi jannat bo'lsa, illiq bir oila. Endi bu illiq oilani qurish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga aniq yo'l yo'riq berdi. Rasululloh shu yo'l yo'riqni amaliy tatbiqlash orqali dunyodagi eng baxtli oilani qurdi va bizga qanday qurishni ham o'zining amaliy ish harakati bilan bayon qilib berdi qarindoshlar. Hamda bu baxtli oila qurilish uchun chuqum ayolning qilish tegishlik mas'uliyatlari va shuning bilan birga bir-biridan talab qiladigan huquqlari va bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan va li nisaikum alaykum haqqan." Ey mu'min musulmonlar, sizlarning ayollarning ustida haqqinglar bor. Ya'ni ayollar sizlarga qilish tegishlik haqlar bor, buni talab qilinglar. Va shundaqla ayollarning sizlarning ustinglarda ham haqqi bor. Buni ado qilinglar demoqchi. Hamda biz baxtli oila bo'lish uchun ayolning o'rtaq bir majburiyati bor. Buni ado qilish kerak deb bu o'rtaq majburiyatni so'zlab o'tdik qarindoshlar. Ondan keyin ayolning bir-biri alohida o'taydigan majburiyatlari bor deb ayolning oildagi majburiyati deb bu haqda ham so'zlab o'tdik. Bugun Alloh subhanahu va taolaning muvaffaq qilishi bilan erlarning oildagi mas'uliyat haqidagi darsning davomini so'zlaymiz. Endi bunda desam bu ailening erning oildagi mas'uliyati haqida dars bo'lmadi-ku demanglar qarindoshlar. Bo'ldi. U bo'lsa-mu men 10-darsni 2 bo'lakka bo'lib turib Rasululloh qandoq er edi deb dars so'zladim. Bu darsga erning oiladagi mas'uliyati deb tema qo'ysak ham bo'ladi. Chunki Rasululloh bizningki o'rnikimiz hem biz iman keltirgan payg'ambar. İman etish deganlik, ya'ni payg'ambarga iman etish deganlik, payg'ambar qilganni qilish, buyurganni qilish, qilmaganni qilmaslik, qilma deganni qilmaslik Rasulullohga iman etgan bo'ldi qarindoshlar. Har qanday o'zini mu'min musulmon deydigan qarindosh, musulmon chuqum Rasulullohga ergashish kerak. Hamda Rasululloh qanday er edi deganda biz 10 nuqtaga yig'inchoqlab Rasululloh mushundaq er edi dedik. Bunun birincisi Rasululloh oilasini yaxshi ko'radi dedik. İkincisi bo'lsa Rasululloh oilasida nayta muloyim, samimiy edi dedik. Üçüncüsü Rasululloh ayoliga yordam beradi dedik. To'rtinchisi Rasululloh ayoliga vafodor edi dedik. Beshinchisi Rasululloh ayolini hurmatlaydi dedik. Oltinchisi Rasululloh ayol uchun yasinatdi, o'zini o'ngshab, tuzab, pokiz yuradi dedik. Yettinchisi Rasululloh ayollarga bilim, ilm o'rgatadi dedik. Sakkizinchisi Rasululloh nihoyat apuchan, kang qursoq edi dedik. To'qqizinchisi ayollarni faqat urib boqmagan dedik. 10-si ayollarga adil edi dedik. Mana bu har bir mu'min musulmonning oildagi majburiyati, ya'ni erning oildagi majburiyati. Endi bu erning majburiyati haqida bugun yana nima to'xtalamiz degan chaqda Qur'oni Karimda oddiy bir jumla bilan, ya'ni 2 so'zlikdan tarkib topgan bir jumla bilan erning oildagi mas'uliyatini bayon qilgan bir oyat va bu oyat bak muhim bo'lganlikdan bugun bu oyatning tafsirini bayon qilib beraman. Uning oldida shu erlarningki yana bir mas'uliyati, bir iqtisodiy mas'uliyati va buni bayon qilib beraman. Bugungi darsimdagi asosiy mazmuni shu qarindoshlar. Hamda erningki
bugungi darsda bayon qilmoqchi bo'lgan eng muhim majburiyatlarning biri bo'lsa iqtisodiy majburiyat, ya'ni iqtisodiy mas'uliyati. Bu iqtisodiy mas'uliyatmi ikki turga bo'lindi qarindoshlar. Biri mash to'yga ketadigan va qizlarning to'yliqidan iborat iqtisodiy mas'uliyat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va atun nisaa saduqatihinna nihla" deydi. Sizlar ayollarning to'yliqini xushallik bilan beringlar deydi. Bu oyatdan to'yliq, ya'ni biz din Uyg'urchada, Arabchada mahr deymiz, Uyg'urchada to'yliq degan shu. Ya'ni ba'zilar to'yliqni ayrim, mahrini ayrim deb, voy bu ayolning mahrisini 121 ko'y qilib qo'yayli, 200 ko'y qilib qo'yayli dedi. Unda gap yo'q qarindoshlar. Arabchada mahr deydi, Uyg'urchada to'yliq deydi. Shu qizga oldigan oltin, kumush bergan to'yliqimiz shu arabchadagi mahri bo'ladi. Bu mahrini ikki bo'lishga bo'ldi. Masalan, hozir naq berdigan mahra, agar ajrashib qolsa berdigan mahra deb bo'lsak ham bo'ldi. Bo'lmasa, shu to'yliq salgan 30 ming ko'y, 20 ming ko'y, 50 ming ko'y shu to'yliq shu. Bu ayolning xos mulki bo'ladi. Buni ya dadisining, ota-onasining yoki erininki tasarruf qilishiga bo'lmaydi. Bu ayolning xos mulki qarindoshlar. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu Rasulullohning qishiga nati yasinib atir purab kapti Rasululloh mayham dedi. Ya'ni, "Voy muborak bo'lsin, boshqacha debdi. Ya Rasululloh, men to'y qildim" debdi. "To'yliqiga nim berdim" debdi. "Nuvati zahab" dedi. Ya'ni, qoqdak bir oltin berdim debdi. "Avlim walau bishat." Bir qo'y o'ltirib bo'lsa bu to'yni qilib berdi. Bu hadis sharifdan qizlarga to'yliq berish va to'y qilib berish erning mas'uliyati ekanligini bildirdi qarindoshlar. Bu birinchi ikkinchi mas'uliyati bo'lsa, mushu ayollarning yemak, ichmak, kiyim-kechak va uy turalg'u joyini hal qilish erning mas'uliyati. Bu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Va 'alal mawludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf." Onalarning yemek içmigi, kiyim keçigi qoida bo'yicha albatta otalarning ustidagi majburiyatdir deydi. Ya'ni dadi bo'lgan kishi ayoliga yemek içmek, kiyim kechak qilib berish majburiyati bor. Buni albatta chuqum qilish kerak deydi qarindoshlar. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo "Askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum." Sizlar nada tursanglar ayollarni shu yerda tug'zinglar deb, ya'ni sakan uyningmi tayyor qilib berish erning majburiyati ekanligi bu oyatda bayon qilingan. Ya'ni yuqorqi oyatda yemek içmek, kiyim-kechakning erlarning mas'uliyati ekanligi bayon qilinsa, bu oyatda uyninki erlarning mas'uliyat ekanligi, erning ustiga tushgan mas'uliyat ekanligi bayon qilingan. Hadis sharifda Rasulullohdan so'raldi: "Ya Rasululloh, ayollarning erlar ustidagi haqqi nima?" debdi. "An tut'imaha iza ta'imt va an taksuha iza iktasayt." Nimani yesang, shu yemekdan ayolingga yegizish, nimani kiysan, shuningdan kiygizish majburiyatdir qarindoshlar. Ya'ni biz oshxonalarda noch yeb, noch ichib, sirtlarda yashab, ayollarimiz uyda qiynalib o'ltasa, hargiz durus emas. O'zimiz markalik necha ming ko'ylik kiyimlarni kiyib, ayollarimizga necha ko'ylik kiyimni eppasak, bu mu durus emas. Yeganni yegizish, ichganni iskizish. Abu Sufyan radhiyallohu anhuning ayoli Hind Rasulullohning qishiga Abu Sufyan ustidan shikoyat qilib keldi. "Ya Rasululloh, bu Abu Sufyan degan odam nayt bexil, nayt piti odam. Mush mening oilaga va men yetkichilik iqtisod bermaydi ya Rasululloh. Shuning uchun uning iqtisodi bor. Uning uqtumay turib, elib men xajlasam bo'lamdi" debdi ya Rasul payg'ambar alayhisolamdan. Rasululloh deb javob berdi: "Siz shuni qoida bo'yicha, ya'ni bil ma'ruf qoida bo'yicha jiq olmay, o'zingizga ballariningiz yetkichilik normal ahvolda yetkichilik olsangiz bo'ladi" dedi. Shariatimizda qarindoshlar, birovning pul milni u odamni ruxsiz elish asla bo'lmaydi. Rasululloh bu yerda nima deb ruxsat qildi desa, ayolni va oilani biqish erning majburiyati, majburini ado qilmagandan keyin ayol o'zining haqqini olgan bo'ldi.
Demek bu ayet hadislerden iqtisadi mas'uliyatning erning ustiga yuklandiganligi bayon qilingan. Endi men mushu to'y qilishning ajri savobi degan darsimda mushu erning mush oilasi xashlangan pul, cihatga xashlangan, sadaqat berilgan, yetim miskinlarga xashlangandimi afzal pul? To'g'ri, uningga xashlashimiz kerak, lekin oilaga xashlagan pulning mushunda ajr va deb so'zlagan edim qarindoshlar. Bu vaqtda men sizga bir voqelikni bayon qilib beray. Umar radhiyallohu anhu bir kunsi bozorda ketib berib qarasa, Amr ibn Umayya degan sahoba qimmat bir kiyimni tutib turganda, shu Umar radhiyallohu anhu, "Hey Amr ibn Umayya, bu nima debdi? Bu ayollarning kiyimi ekan, men elib bir sadaqat qilay degandim" debdi. Umar radhiyallohu anhu gap qilmay ketdi. Sadaqat qilay degan ekan, qimmat kiyimni mayl dedi. O'shan ikkinchi kunsi, "Ha, Amr ibn Umayya, kiyimni oldim, uni oldim. Elib sadaqat qilyaptim" degan ekan, "Kimga sadaqat qilding?" debdi. "Ayolimga sadaqat qildim" debdi. "Voy, bu tunögün sen elib sadaqat qilman degandim. Endi ayolimga sadaqat, bu ayolga qanday sadaqat qildi debdi. Men Rasul akram sallallohu alayhi va sallamninki mush ayollaringlarga bergan narsanglar sadaqat degan hadisni anglagandim dedi. Deganki Umar raziyallohu anhu, "Ey, men o'ylashib qil, diqqat qiljimo" dedi. Ya'ni xuddi sen bu gapni Rasulullohga mundaq bir yog'ondan devatsa degandek bir gaplarni qildi-da, sahoba yolg'onga qilmaydi, lekin Umar raziyallohu anhu buni hayron qoldi. Degandan keyin Amr ibn Umayya dedi, unda Oyisha onamizni qashib yuboramiz dedi. Umar raziyallohu anhu, "Men bu shunda deb deganda menga Oyisha onamizni qashib yuboramiz" dedi. Oyisha onamizni qashib yuborib, Amr ibn Umayya, "Ey mu'minlarning onasi, ma mu'minlarning amiri, men mushundaq Rasululloh mushundaq ayollarga bergan sadaqat degan deb mushda degan desam, bu odam taz bunaga nim qilmayotdi. Sil deb baqslar debdi Oyisha onamiz, "Men Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ayollarga bergan narsalar sadaqat bo'ldi degan hadisni anglagan edim" deb Oyisha onamiz Amr ibn Umayyaning gapini tasdiqlagan qarindoshlar. Buningdan, ya'ni mush ballarga ayollarimizni xashlagan pul Allohning daftarida ajri savob bo'lgan pul demakchi. Mana bu bizning dinimiz. Bu haqda mundaq bir vaqalik va bu vaqalik İhya Ulumuddin degan kitobda bayon qilingan. O'limalarimiz bu vaqalikni bayon qilgan. Bir nat taqvo odam bor ekanda. Ayoli o'lib ketibdi. Shuna men ikkinchi to'y qilmayman, mush ibodatlar o'tay deb shu o'tayotgan kunlarda bu odamning tushiga ikki farishta ko'ribdi. Kiribdi-da. Ikki farishta bunda bir-birisi qarashib, "Ma bakachini. Bu bakachi hozir hech qanday bir ish yo'q bu bakachi" deb qo'yibdi-da. Ertesi yeni şu tushni ko'ribdi. Madem bakachi adam bu. Burun mujahidlarning qatoridan, taqvolarning qatoridan o'rin olgan odamda hozir bakachi adam shu bu odam hech bir narsa yozmaymiz, ajr savob dafteriga bir narsa yozmaymiz degan ekan. Shu bu odam farishtadan biriga pachiq bir eslanib, Allohning nomi bilan o'tnib qolay. Bu meni bakachi deganing nima degan gap desam dedi, ya'ni tushida bir o'limaning ko'rayotgan tushi bu. Şuna aparış daptı, sen burun ayalın ba vaqtida şu ayalınga xərcləyən pul malların olan mücahidlərin və taqvadarların qatarından urun alatdın. Biz şu əməllərini şu mücahidin əməldə, taqvadarın əməldə yazatdıq. Sen ayalın oylab kitib öyrənməyəndən sana bu əməl bulmağandan şunu biz bakaşdık deyəndən bu zat ikinci gün çıxıblam toy qılğan deyilgan qarindoshlar. Anda bu vaqalik bu bir İhya Ulumuddin'da yani dinni güllendireyli diyen kitapta bayan kılınan bir vaqalik. Bunundan mı? Muş ailege xərclənген pul bu ibadet. Allah yolda xərclənген pul qarindoshlar. Bunu bilişimiz gerek. Bugünkü dersimdeki asası sözlemekçi olan birinci temam şu. İkinci tema bolsa qarindoshlar, ayollar bilan chiroyliqcha uy tutish. Mana bu bugungi darsimizdagi eng muhim ikkinchi nuqta qarindoshlar. Allah subhanahu va taala Nisa surasining 19-oyatida shunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu." Ey Allohga iymon etgan mu'minlar deydi. Qur'oni Karimda ey Allohga iymon etgan mu'minlar degankin o'zini mu'min chaqlagan, musulmon chaqlagan, sanagan har bir inson qo'lig'ini din tutish kerak. Chunki Alloh bevosita xitob qilib turib,
Ey mümin dedi. Peygamber Aleyhisselam sen dep koydu mu dedi. Ey peygamber onu da bunda demedi. Ey mümin dep müminni Allah aş xuddi köz aldı tuğanda qıp turib ey mümin dedi. Şunun için her bir mümin qulğundan tutuş gerek. Dep bulup Allah'ım dedi. Ay Allah zulüm qılmanglar, haqqını yewamanglar dep bulup wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ay Allah bilan chiroyliqcha uy tutinglar dedi qarindoshlar. Endi bu yerda chiroyliqcha uy tutinglar degan gap uy tutishing kerak, shunda qilishing farz demakchi. Chunki bu yerdagi ashir degan gap buyruq pili bilan, ya'ni buyruq shaklda keldi. Chiroyliq uy tutish har qandaq erning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Endi meshada chiroyliqcha uy tutinglar degan mush oyatni, bu oyat dedim nayt qisqa qandaslar. Ikki kelima so'z, bir jumla. Lekin mush oilaning baxt saodat bo'lish uchun sirliq oshqo, shifr mush oyatni o'zida qarindoshlar. Mush oyat mujassamlashgan. Bu oyat bak muhim oyat qarindoshlar. Shuning uchun bu oyatga tafsir shunos o'limalarimiz nima deb tafsir qilgan? Bu haqda men tafsirlarning bir necha tafsirninki tafsirini sizlarga deb beray. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi eng dongliq tafsir. Nima deb tafsir qilgan desanglar? Bu oyatning ma'nosi ayollaringlarga güzel so'zlarni qilinglar. Ayollaringlarga güzel hareketlarni qilinglar. Ya'ni ish harakatinglar, gap so'zinglar güzel bo'lsin. Va turqinglar, ya'ni o'zinglar ratlik, pokiz bo'linglar degan bo'ldi deb tafsir qilgan qarindoshlar. İmam-ı Jassas rahmetullah alayh bu kishi minoyati dongliq tafsir shunos. Bu oyat tafsir qilib va ashin ya'ni chiroyliqcha uy tutinglar deganlik ayollarning haqqini to'liq ado qilinglar. Iqtisodiy haqqini, uy, kiyim-kechak, yemak, ichmak, mashina to'liq beringlar. Ularga qo'pol gap qilib aziyat bermanglar. Ulardan neri qochmanglar. Ularni tashlab boshqalarga moyil bo'lmanglar. Qapqinglarni turmanglar, chiroyinglarni sababsiz turmanglar. Ya'ni davomliq o ayollarga kulimsirab, güzel gaplar, chiroyli ish harakatlarda bo'linglar degan bo'ldi degan. Qur'oni Karimning ruhi degan tafsirda Ulusi rahmatullohi alayhi shundaq deydi. Ya'ni ashiruhunna degan gap ayollarga güzel muomalada bo'ling degan bo'ldi. Yani ayollarınki yemek içmegini insaf bilen tutuluq beringlar. Ularga chiroyli gap so'zlarni qilinglar, chiroyli ish harakatinglar chiroyli bo'lsin. Urmanglar, sat gap bilan tillamanglar. Davomli chiroyinglar kulimsirab turgan holati bo'lsin va ayollaringlar sizlar uchun qanday yasangan bo'lsa, sizlarning ko'nglini olaman deb shunda yasaninglar va shunda ishlarni qiling degan bo'ldi degan. Zamanimizdeki danlıq tefsir şunas Sa'd rahmetullah aleyh şundaq deydi. Bu ayetning ma'nosi sizlar ayolinglar bilan nati chiroyliq ashu bir yaqin do'stdek, qarindoshdek mushundaq muomala qilinglar. Allah sizlarning ustinglarga farz qilgan majburiyatni to'liq ado qilinglar. Allah ayollarınlarının hakkında Allah'dan qo'rqinglar. Ayollarga nachar muomala qilmanglar. Gipinglarda, ish harakatinglar, ish harakatinglar go'zal bo'lsin. Deb mana mushundaq tafsir qilgan qarindoshlar. Endi yana bir tafsir, eng go'zal tafsir. En güzel tefsir. Ben bu tefsirden içinde bu ayetki en güzel tefsir kan yeni bir tefsirini de birey. Bunun ne mi degen desana? Bu ayollarınla olan yaxşı ötünler digellik. Ayollarınlağa gap söz işarekette, gap söz işareket arkalık eziyet vermenler digellik bulmaydı. Belki ayollarınla hap kıp kalsa şu hapılığını hem kötürünler degen buldu deydi. Şunun için bazı taqva adamlarga voy ayoling bak askiga qo'yib desa, men boshqa musulmonlarni aldashni xohlamayman. Chunki men qo'yvatsam boshqa odam aldu degan deb mana munda tafsir qilgan qarindoshlarimiz.
Endi mush yuqoridagi tafsirlar va bir nechta tafsirlarning mush oyatga qilgan tafsirining xulosasini butun xulosasini deb berayman sizlarga. Xulosani nima degani desanglar, bu oyatga bunda tafsir qilgan. Ayollarga güzel sözlerini ve iş hareketlerini qilish. Yani ayollarga qilgan gaplarimiz güzel buluş, iş hareketlerimiz güzel buluş. Ve turqimiz, üzümüz pakiz, ettir bilen moda çıraylık, ratlik buluş. Ayollarga set qopal gaplarni qilmaslik. Ayollarni tashlab etmaslik, ayollarni tashlab qo'yib boshqalarga moyil bo'lmaslik. Chiroyini turolmaslik, qopig'ini turolmaslik, naiti ayollar bilan xush muomalada, xushfe'l bo'lish degan bo'ldi deb butun tafsirning xulosasi mushu qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Ya'ni biz mushu mazmunga rioya qilsak, oilamiz chuqur jannat bo'ldi qarindoshlarimiz. Biz Rasulullohninki mush oilistik voqealikni bayon qilsak qarindoshlar. Ayşe anamız bilan Rasululloh turmushini bizga tushundirib, Ayşe anamız deydi. Rasulullohning aytib muloyim edi, bizlarning ko'nglimizni olatdi, bizni xo'shal qilatdi deb kelib, hatto o'ylab baqili. Rasululloh 50 kirib qolgan chog'da bir davlatning raisi, bir jamoat musulmonlarning payg'ambari turib, Ayşe anamizdan bir necha qatim yugurish musobaqasi qilgan qarindoshlar. Nima uchun esa, mush Ayşe anamızın ko'nglini o'stirish uchun. Ayşe anamız deydi, bir kunsi masjidda bir necha kishilar nayzi bilan o'yin ko'rsatdi dedi masjid ichida. Shular bunda bir qaraganda qittim Rasululloh ko'rishni orzu qilamsiz debdi. Men ha desam, Rasululloh meni kayniga o'tkazib shu o'yinni ko'rsatdi dedi. Men Rasulullohning kayni turib, inkimni Rasulullohning mo'risi qo'yib shu o'yinni ko'rdim. Rasululloh qandingizmi, qandingizmi degan men Rasulullohni azroq ko'ray dedim. Oxirsida men qaytib ketmoqchilik Rasululloh meni qayting demadi dedi qarindoshlar. Hem bir vaqalikda Ayşe anamız deydi. Mening o'ynaydigan qo'chaqlarim bor deydi. Men uyning atrofidagi og'inlarimni chaqirib qo'choq o'ynaydik. Rasululloh uy kirsa, og'inlarim Rasulullohdan ayminib taraf-tarafga qochib ketadi. Rasululloh u og'inlarini yig'ib men qashimga akirib, meni billa o'ynanglar deydi qarindoshlarimiz. Demak, mana ayollarni oz to'la ko'ngil ochadigan, shariat xilof bo'lmagan so'rovlarga opirish, sayli sayohat qildirish va ularning do'st-bora og'inlarini, yaqinlarini uyga chaqirib, shu ayolning ko'ngli ochilsin deb mushunda qilish mana Rasulullohning ta'limoti va qilgan ishi va bizga mushunda qilinglar demoqchi qarindoshlarimiz. Bu eng muhim nuqtalarning biri. Yana bir muhim nuqta bo'lsa qarindoshlar, mushu ayollarning aybini yushirish. Yani insan bo'lgan ekanmiz, bizdim kamchilik bo'ladi, ayolingizim kamchilik bo'ladi. Takamulluq Allohga xos. Mush ayollarimizdagi ba'zi ayib, nuqson bizni yaxshi ko'rmaydigan ishlar bo'lib qolsa, shariatga xilofla bo'lmasa, buni yushirish bizning majburiyatimiz qarindoshlar. Buni shuningga payg'ambar alayhisalom ayol o'ttirsidagi sirni oshkorlashni nayt cheklagan. Rasululloh hadis sharifda nima dedi? Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur va ashrafiha va yukrihu safasifaha. Allah subhanahu wa ta'ala ma ishlarni cho'ng-cho'ng qo'lga chiqqadak, ko'zi ko'rindak, manda ishlarni yaxshi ko'rdi. Ushaq-tushak ishlarni yomon ko'rdi degan. Biz ayollarimizga ashtaq ushaq-tushak gaplarni zig'irlab, zodi ushaq-tushak ishlarni ko'chalab, g'ingshib, g'ing qilsak qarindoshlar. Uy olmaydi, ham Alloh bunday ishlarni yaxshi ko'rmaydi. Bunday ishlarni qanday qilishimiz kerak? Yushirishimiz kerak. Shuningga Imom Ahmad Hanbal rahmatullohi alayhi güzel axloqning 10dan 9 qismi ko'z yumbilishda deydi. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni güzel ahlak buluşku buyurup ayolinglarga güzel muamele qilinglar degan.
Ya'ni haqiqiy axloqli odam o'zining oilasida ifodalanadi. Jamiyat shunda axloqli bo'lib, mushunda qonliq qarindoshlar, voy deganlik bu odamning haqiqiy axloqligini bildirmaydi. Haqiqiy axloq nada desa, mush oilasi bilan bo'lgan muomalada. Rasululloh shuningga Alloh subhanahu va taolo go'zal axloqli odamni yaxshi ko'radi, go'zal axloqli bo'lgan deb bo'lib, gapni oyog'ida ayollaringizga yaxshi muomala qilinglar degan. Demak, mush ayolning ushshaq-tushak negizlab, mushunda biz ushshaq ishlar bilan ayollarimiz bilan jangi jidal qilsak, ularni eypini asaq bo'lmaydi. Shuning go'zal axloqning 10 dan 9 qismi bir narsani ko'masga selishadi. Ya'ni oilada, ayolda bo'lgan ishlarni ko'masga selish. Bilsakmi, bilmasga selish deydi qarindoshlar. Mana bu nihoyatda muhim nuqtalarning biri. Buningga biz rioya qilishimiz kerak qarindoshlar. Endi men oxirisida yana bir so'zni takrorlayman qarindoshlarim. Mushu oila chuqum muhabbat ustiga qurilishi kerak. Ayol chuqum bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Bu nihoyatda cho'ng bir ne'mat. Ammo ya ayolni yaxshi ko'rmaydi ekan, ya ayol erini yaxshi ko'rmaydi ekan. Bunda bo'lgan chog'da qanday qilamiz desa, Allah subhanahu wa ta'alaning va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollaringlar bilan chiroyliqcha o'tinglar degan bu oyatga amal qilish kerak deydi. Ayol sizning toatingizdan chiqmabdi. Ayol shariatga xilof bir ish qilmasa, agar siz shu ayolni chin qalbingizdan yaxshi ko'rmisingizmi, Qur'onning mush oyatga amal qilib bir erning oildagi mas'uliyatini to'liq ado qilishingiz kerak deydi. Chunki hamma oila muhabbat ustiga qurilmaydi qarindoshlar. Bu real haqiqat. Umar radhiyallohu anhuning qishig'a bir kelib, men ayolimni qo'yib o'tay degan, chunki ayolimni yaxshi ko'rmayman debdi Umar radhiyallohu anhu. Hey, bütün ayol mushu oila bo'lsa, hammasi muhabbat ulamdi ekan. Muhabbat bo'lmasa, qani islomiy qarindoshlik, qani erkaklik deb Umar radhiyallohu anhu buning ajrashib ketishini to'sib qo'ygan qarindoshlar. Degandek o'ylab baqili, agar bu ayolni biz yaxshi ko'rmasak, u bizning islomdagi qarindoshimiz. Agar ayol bu erni yaxshi ko'rmasa, o'zining mas'uliyatini to'liq ado qilsa, men yaxshi ko'rmaydim deb ayollik majburiyatini ado qilmaslik yoki ajrashishni talab qilish dinimizda qattiq xato ishlarning biri. Erlarmi shunda qarindoshlar. Ayolni yaxshi ko'rmaydi ekan, lekin bu ayol o'zining majburiyatini to'liq ado qilib, eriga itoat qilishdan bosh tortmaslam, ayolni men yaxshi ko'rmayman deb u ayolga yaxshi muomala qilmaslik yoki qo'yitaman deganlik bu shariatimizga qattiq xilof. Shuning uchun bu masalani bütün qarindoshlarimiz yaxshi tushunib olish kerak. Allah subhanahu wa ta'alaning vash ashirunna chiroyliqcha uy tutinglar degan oyatiga har bir mu'min musulmon namozga qanday ahamiyat bersa, zakotga qanday ahamiyat bersa, iymonga qanday ahamiyat bersa, shunday ahamiyat berish kerak. Qarindoshlarimiz taqvolik degan og'zimizda nechiqatim takrorlanadigan, soqollarimizni uzun qo'yib oldigan, ayollarimiz mushundoq yaxshi purkinib oldigan islom emas. To'g'ri, bu dinning bir parchasi. Haqiqiy taqvolik bo'lsa, erning ayolga bo'lgan muomalasida, ayollarning erlarning o'z ustidagi haqqini ado qilishda ondan keyin ifodalanadi. Haqiqiy taqvolik oilada qarindoshlar. Buni kallamizdan chiqarib qo'ymaydi. Haqiqiy taqvolik muomalada ifodalanadi. Gapni qilib olib, chiroylarimiz, kiyimlarimizdan voy deb noati yumshoq dasab minishlarimiz, voy deb u og'zimizda davoqonlik taqvolik emas. Erlar ayollarning huquqlarini ado qilyapti. Ayollar o'zining erlarning ustidagi erlarning haqlarini qanday ado qilyapti? Bir-biriga qanday muomala bo'lyapti? Mana bu taqvodorlikning dal negiz bu yerda. Allah subhanahu wa ta'ala oilalarimizni baxt saodat bilan oila qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.